dunyoni g'am qilib olmasdan Allohni rozi qilishlik birinchi o'rinda g'amimiz bo'lsa va shunga intilib harakat qilsak, Alloh bizni yaxshi ko'radi, ikki dunyoda biz yutkizmaymiz. Biz unutib qo'yamiz, birodarlar. Doim nimani unutib qo'yamiz? Rabboniy miqyosni, ilohiy o'lchovni. Birimiz ikkinchimizni qadr qiymatimizni belgilayotganda dunyoda narsalar bilan o'lchaydigan bo'lib ketganmiz. Ilohiy o'lchov nima edi? Inna akramakum indallohi atqakum. Hujurat surasida Alloh taolo aytadi, sizlarni Allohning huzurida hurmati balandrog'inglar, taqvodorrog'inglar, Allohdan ko'proq qo'rqib yashaydiganinglar. Pul demadi, qarang. Quvvat demadi, millat demadi, mansab demadi. Nima dedi? Allohdan ko'proq qo'rqib yashaydiganing men uchun hurmatli deyapti. Shuning uchun bizga Alloh azza va jallani muhabbati, Alloh taoloni berayotgan hurmat e'tiborimiz.